Adam kirgicha men boshlayveri. Qilgan ishim vaqti chiqib ketaman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Men Shivsek To'liq Hamiddan monglarga o'tlik salom. Bugun ozroq bir o'rtoqlashadigan narsalar bo'pti, shu bir chiqib gap qilib o'tay deb chiqdim. Men kirgan qarindoshlar ovoz chiqyaptimdi, ovoz yaxshi chiqyaptimdi, qanday chiqyapti shunda bir gap aytinglar menga. Ovoz chiqyaptimdi. Ovoz bor ekan. Unda bo'lsa qarindoshlar boshlab ketamiz. Unda bo'lsa bugun Cheslava 2025-yili 11-oyning 19-kuni. Bugungi so'zlanadigan birinchi so'zlanadigan masalalarning birisi oldingi qitimdan so'zlagan ruh deganninki davomi. Ama shuniki davomida tushunmam, oldingi qitimda maydon ko'rganlar tushundi. Bu amdi qarindoshlar bu ruh degan bu insonninki bu ruh desa yana qanday biz o'ylaydigan ruh emas, bu insonninki qalbida vujudida bo'ladigan bir ilaqi bu insonlarninki ya'ni bir qalbida vujudida bo'ladigan bir xil ilaqi sezadigan bir narsa bu. Bu ruh deganimiz Xitoylar masalan Xitoylar bo'lamda dunyodagi har qanday davlat va millat masalan Xitoylar Yapon bosqinchilariga qarshi kinolarni ishlaydi. Hindistonliklar Angliyaga qarshi kinolarni ishlaydi. Mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin andan keyin turklar Osmonlar davriga doir kinolarni ishlaydi. Har kinolarni ko'rsanglar, ashuningda o'zlarininki vatanparvarlik tusini olgan Yapon bosqinchilari bilan qanday Xitoy urushib, qanday Xitoy kommunist davlatini qurib chiqqan, Osmonlar davrida qanday bo'lgan, Turkiyaning hozirgi ichki vaziyati, tashqi vaziyatini selishtirib turib, chet elniki istixborot kuchlari qanday o'ynayotdi, Turkiyaniki vatanparvarlik davlatni qanday tutib turyapti. Sen Hindistonning kinolarini ko'rsanglarmi, Koreya, Yapon deysizlar. Hatto Yaponiyaniki o'zlarininki hatto Yasinko degan musiqxonda, ya'ni ashadagi musiqxonda bir 18 yoshlik Yapon askarininki bolasininki onasiga urushga ketishdan burun ketgandan yozgan xatlardan tortib musiqani qo'yibdi. Mana bu nima desa, bu bir millatninki ruhini tutib turish bo'ladi. Masalan, bizning ruhimiz kimlarga yetib kelgan desa, bizningki Sabit domlarimizdan, Abduqodir domlarimizdan, ulug'larimizdan, anondan keyin Musa Bayitlarning ruhi deymiz, undan keyin qolgan mushularning ruhini anondan keyin shu Abdurim O'tkir deymiz, Zordun Sabir deymiz, jiq yozuvchi Arznon Qodir deymiz, jiq yozuvchi adiblar bizga shu Xitoyning davlatininki ichida shunchalik besimli ichida yashab turibmi, shu ruhlarni on-yurt, uyg'ongan zamin va andan keyin shu boshqa yaqinqi zamon tarixidagi nurg'un roman yozgan, andan keyin nurg'un ayol qahramonlarimiz bor. Anandaki İslamның ruhini yetkizgan, Qur'on Karimni tarjima qilgan Muhammad Salih dadimiz turmiyat buğumuz Xitoyning turmusida qatlab ketdi. Endi ular shu bizga shu bizning o'zimizningki aslini, vaslini unutib qolmaslik uchun bizga o'sha ruhlarni etgan. Endi misol bu yili yozda Sharq Turkiston ulusal futbol musobaqasi bo'ldi. Bu musobaqaga taraflardan har qaysi qarindoshlar qatnashdi. Mayli men burun ularning ichida tilg'anlarim bo'lsin, yan vaqtg'anlarim bo'lsin, hammasi bu yerga qatnashdi. Masalan, dunyo futbol musobaqasi bo'lsin, dunyo yenik atletika musobaqasi bo'lsin, bir davlatning ichida chiqisholmaydigan partiya bo'lamdi, siyosiy organ bo'lamdi, qabila bo'lamdi, hammasi shu futbol maydoniga kirgan chaqda o'zininki ulusal davlat bayrog'ini chaplab turib, o'zi iftixorlangan asosda o'zining davlat ichidagi chiqisholmaydigan va raqib bo'lgan partiyalar bo'lgan problemni shu tantarbiya maydonidagi yoki shundoq bir faoliyat bo'layotgan yerda
teshig'i tashlab qo'yib turib ichiga ruh bilan kirdi. Mana bu vatanparvarlik ruhi deb ataladi. Buning uchun İlşad İslam Efendi ve onun dikin yaş jangchilarimiz futbol maydoniga tushdi. Buni qo'llaganlar bo'ldi, iqtisodiy jihatda yordam berganlar bo'ldi. Bu yerda millat qandoqlam bo'lsin, azroq bir Sharq Turkiston degan ulusal narsa bilan chaqiriq qilindi, ashagi yig'ildi. Masalan bizningki Musabaylarningki tarixini ko'chalaydigan bo'lsak, Musabaylar Sharq Turkiston ulusal davlatini qurish oldida bek ko'rinib ketmagan bo'lsa, lekin ochiq oshkora siyosatdagi kartellarni bir yerga yig'ish deymiz. Akasak, tangi pul besish. Ozg'aqdimi, shu nerda shu futbol musobaqasini uyushtirib, butun bir Uyg'ur xalqini bir yerga kirib, shu ruhni yetildirish, tangi pul besish, milliy armiyaning kiyim-kechaklariningki o'tiklaridan tortib, poyoz, ya'ni rimellardan, balvoqlardan tortib qilish, uningdan keyin o'rta shu bank qurish, aningdan keyin milliy armiyaga oltinlarni taqdim qilish jihatdan mushundaq bizga shu birinchi jumhuriyatimiz vayron bo'lgandan keyin birinchi jumhuriyatning ro'yini ikkinchi jumhuriyatda mushundaq narsalarni qilish orqali bizga yetkazib keldi. Ruh degan mushundaq pek bir muhim narsa. Bu insonningki vujudida bo'ladi. Bu passiv ruh deydi, aktiv ruh deydi, chirigan ruh deydi. Shuningga Xitoylar bizningki mushu ikkinchi jumhuriyatdan qolgan harbiy general anondan keyin avtonomning sho'rpisini ishmayman deganlarni Tarimning bo'yida Dilshod Narishning dadistak Iminov apandimlarga o'qilib qaslab o'ltirib, andaq Ahmadjon Qosimdek taslimchilar Maynuru Qosimdek shu nimaning tegida Vangjinning tegida domolsimi, shuning tegida buzuqchilik shuning bilan yassimi, shuningga shu nim qismi ro'yi ashning qulib ketgan. Shuningga biz 70 yil jarayonida biz yapichish tishidimi bizning shundaq xotirlash kunlarimiz kam bo'lgan. Faqat yeb ichish, kavob qilish, piknik qilish, albatta Navro'z faoliyatlar bo'ladi, lekin ko'proq bizlarni shu yeb ichishga, shu ruhlarni undirishga Xitoyningki, o'sha chet eldagi g'olchilari, ya'ni tashkilot qurib olgan, hukumat qurib oldik deb olgan, darnaq qurib oldik deb aytganlarning hammasi shu hisobda bir narsa bilan chaqirdi, lekin uyaga borgan chog'da u mazmun bo'lmay bizningki faqat yeb ichish bilan vatanning ichidami shu, vatanning teshidimi shu, bizningki ro'yimiz chirtilib keldi. Shuning uchun bugünkidek kunda vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lsa-mu, vatanning ichida qon eqiyotgan bo'lsa-mu, bu yerda ma'lum bir turkum insonlar o'zininki shaxsiy manfaat uchun, zaypon ro'yi uchun, o'zininki nafsi, o'zininki tarixda o'tkazib qo'ygan, O'rta Osiyoda o'tkazib qo'ygan qonning bedeli, Pokistonda o'tkazib qo'ygan qonning bedeli yeb qo'ygan. Shuning uchun mushundaq Xitoyga setilganlik tufaylidan bizningki bu ruhni, ya'ni bu birlashishimizni bir akamay paramparcha qilib mana shunday ep beryotdi. Hamda bu yerda uningdan keyin bu ruhni tushuntirishninki ikki xil narsa bo'ladi-da, bu bir xil narsa bo'ldi, ya'ni e'tiborsizlashtirish bo'ladi. E'tiborsizlashtirish. Ya'ni biz qanday qildik degan chaqda biz mushu munofiqlar qurultayliklar satgan chaqda chiqib ularningki isbotliq, anondan keyin nomussiz ovozlarning videolari, anondan keyin nomussiz filmlarningki videolari, anondan keyin xalqaro sahnada qonunga tushmaydigan nayt ustalik bilan indigenous dokladlarga kirgizib qo'ygan avtonom tilgan narsalarni biz bularni munofiqlarnikini e'tiborsizlashtirib biz millatning ro'yini bir necha guruh odam uyg'otdik. Va alaykum assalom aka. Millatning ro'yini uyg'otdik. Aningdan keyin qanday bo'ldi degan chaqda biz endi mangamiz degan chaqda aningdan keyin meyada o'zini Sharq Turkistonninki surgun hukumatninki biz a'zolari deb olgan
küçük manqurt qeyri atish qizlari bu ishni buzivatdi. Ko'pinchisi asos jihatdan men buni bak jiqtab ketdim. Bu yerda endi e'tiborsizlashtirish uchun bir guruhga munofiqlar quruldidikilar Sharqi Turkiston davosini xalqaroning ichidagi bizga uyg'un kelmaydigan indigenous doklatiga tushirib, avtonom deb Uyg'urchasilar yozmachisi o'xshamagan holatda bo'lsa, yana birlari mustaqillik degan qalpoqni dabdabalik bilan ko'tarib chiqib, millatni parampoch qilish, millatning ichidagi Turg'un Almas afandimniki, ulug' bobolarimizniki navrlariga, Musabay oilalarining navrlariga mushu ishni eng muhimi, uningdan misib, mushu ishni eng muhim xalqaroliq nizomnomalarga tushirib ip mangalaydigan bir guruhlarni agashgan tashkilotlarni buzib chechivatdi. Bu bekor o'ynalayotgan o'yinlar emas, qarindoshlar. Bu millatning ro'yini sundirish. Bir ko'zi iliqi bir ko'z ko'mamlikin desa, yana bir ko'zimi ko'maydigan o'xshaydi. Bu iliqi xalq yo'q davoning ichida. Qaysi xalq nereden keldi deb o'zi bilgan temada, bilmagan temada 20 yildan beri kapışayotgan Xitoy munofiqi, Xitoy qotillarini sistemalik holda men shu siyosatni, shu ustalik bilan o'ynab turib, buni qopqonga tushirib turib, Sharq Turkiston sirgin hukumati planmaydi. Açangning bir yer kelayotgan kasbimi? Biz mustaqillik degan chaqda uningdan keyin shuni qilib turib, isbotni tashlab turib, siyosiy hayotni oxirlashtirib, ekrandan xo'shlashdim. Qarindoshlar, men bu ishlarga aralashmasam bo'ladi. Men faqat o'zimning qildigan vazifasini ado qilib bo'ldim. Dilshod Rash tutildi, uningdan keyin men bu ishlarga aralashmasam bo'ladi. Lekin bu ishning ichida ko'rib turib, bilib turib, elayotganini, yeyotganini, ichayotganini turib, agar men aralashmasammi, bir turkum insonlarningki yaxshi bolasi bo'ladim, yaxshi ufqi bo'ladim, jim turib olganmisammi, balkim meni qo'limda tilab o'ynab nemish his qilmamdi. Bunday shaklda men yomon ko'rinib qolgan bo'lmaydi. Lekin bu yerda millatningki tub masalasi bor, qarindoshlar. Bu yerda tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Sharq Turkiston istiqlol ko'rishini qat'iy bir uchun banditlarningki, qotillarningki, zaypanlarningki, jaloblarningki, xoin munofiqlarning qo'liga tashlab qo'ymaslik kerak. Bu da'vo xalqning qo'liga avtomatik holda o'tib, bir boshning qo'liga tushishi kerak. Bo'lmasa, mushundaq ruh sundirilgan programmalar o'ynalib, andan keyin ba'zida chiqib deb qo'ydi. Amerikada shir o'ynatuvchilarni tushiribdi, Uyg'ur qanday mustaqil bo'la oladi demisimi? Sen bu ishga kelma deb g'ulomningki o'zining qilgan videolari bor. Boshqa o'zining videolarida sayfidan azmi maqtagan bo'lamdi va yoki boshqa ishlarda bo'lamdi. O'zinglar bunda o tarix bunda bir kallanglarni, ishki bo'ranglarni o'tirishga ustalni ustiga qo'yib bunda o'ylaydigan bo'lsanglar, qarindoshlar, bizning millat yaqin zamonda bek o'ynalib ketib qoldi. Birsi o'qigan ziyolilar tarafidan, ya'ni munofiqlar qurultayidagi akademiklar tarafidan o'ynalib ketgan bo'lsa, yana birsi o'qimagan O'rta Osiyodagi qotil chupranda dashqonlar tarafidan o'ynalib ketdi. Birisining ko'tagan tug'usi bek ulug', demokratiyani ilgari suramiz, diniy erkinlikni, kishilik huquqni deb turib, oldirmay Sharq Turkiston deb turib, Xitoyningki qirg'inchiligiga yo'l ochib yashayapti. Yana birisi mustaqillik nomini dabdabalik bilan ko'tarib, o'zi tag'di Qur'onni ko'tarib, mujohid bo'lib, qiliga odam qandaq bolasini olib chiqdi, qandaq avtomatik oldi buni Ahmadcha Osmonning qo'lidan buni oladi. Nima deb bu millatni bir yerga akamaydi? Nima deb bu nima qiladi? Bu e'tiborlashtirish. Irqiy qirg'inchilik qilayotganni xalqaroliq jinoiy ishlar sotiga berdik deb Anderson afandininki og'ziga $1 ming tiqib bo'ldi. U degan chatallik. Uning ishi degan u pul kelsa advokatning ishi degan pul elish. Ruqiya Tudishxonim, Dilyar Musabay afandimlar qancha qitim chiqib buni xalqaroliq jinoiy ishlar sudini bunday shaklda itmamaydiganini, ya'ni BDTning ichidagi 5 doimiy komitetining ichidagi Xitoy, Fransiya, Rossiya ashiyaga doir bir qonunlar orqali hal qilsa bo'lganligini, buning uchun bir mashru hukumatning chiqish kerakligini, buning uchun to'g'ri bo'lgan xalqaro siyosiy qanotning chiqish kerakligini degan chaqda biz ish qilyapmiz.
ish qilmaganlar, lapchilar, uni qilib, buni qilib deb xalqimizni ozdirib, nima qildi? Shuning uchun men bu ishga aralashdim. Buningdan keyin aralashima, jinim tinimli bo'lmasam, men bu ishni ochilib borganman. Meningki qilbigahim Sharq Turkiston bilan adolat tarasida ching turish. Men bir kimning dollari uchun, bir kimning tomog'i uchun, bir kimning chiyi uchun men eg'ib ketirgan odam emas. Bu bak aniq bo'lib ketsin. Bu yerda kim xato qilgan bo'lsa, shuninkini ochiqimiz. Men ayni vaqtda Tomaris xonimga degandim. Mushu ish bejirish o'rniga kirmasangiz bo'pti-ki, mushu narsangiz bana olib berilsam, ay to'g'liq mana isbotlarim bu konsulni emas, bu bir ish bejirish o'rni. İdaramdan xato kelganda keyin bilib qolsiz deb men ishonganligim uchun Tomaris xonim o'zi Amerikaniki tashqi ishlarniki ma'lum bir organda ishlab yetibdi. Uning uchun ras ashundaq narsani talab qildi. Ashundaq kichik temalarni tutib olib, Dilyar Musabayev efendimga haqorat qilish, Tomaris xonimga haqorat qilish, Nijat Turg'un efendimni telefon kelib uzilib ketib qoldi ya qarindoshlar. Ashundaq işte oturuqda telefon urmasa bir adam chiqayotgan chog'da. Ashundaq xalqninki mushunda ro'yini sundirib, tushirib, mushunda qilib keldi. Ulug'larimizningki balchaqlariga to'g'ri ish qilayotgan odamlarni yaklash, yetim qolish. Buni burun munofiqlar, Uyg'ur munofiqlar qurultiydikilarmi qilgan? Bularmi shu qildi. Demak, masalan qarindoshlar, voy bu chiqiblar shunda deb ketib bordi demanglar. Buning Sharq Turkiston surgunda o'zini otish pensiya deb olganlarninki beshi Sayfullah, G'ulam, Oblatnur, Shveysariyalikning gibini qilmay. Bular qarindoshlar qo'llari qon bilan bo'yalgan. Bu siyosiy kurashning buzilishi birinchisi, siyosiy kurashning birinchi buzilish nuqtasi Barin inqilobi. Sayfullah buzgan. Barin inqilobini Sayfullah setib chiqargan qarindoshlar. O'zlarininki ekranga chiqmagan bilan tirik shohidlari bor. Miyaga chiqib elib, Afg'onistonga chiqib elib, bir turkum bichara qori qurabalar aldab, atqizib, G'arbning ko'nglidan bizning davoni sundirib, G'arbning ko'nglini e'tiborsizlashtirish. Bu e'tiborsizlashtirish bugungi kunda xalqaroda mana qarindoshlar qarab beqinglar. Bizningki mana bunda bir qarab beqinglar, Google'ni bossanglar hamma narsa chiqadi. Tibet surgun hukumatini bir ko'ringlar. Yevropa parlamentida Amerika kongressini ochib nima ish qotidi? Mana Sharq Turkiston o'zini surgun hukumat atgan. Mana ko'ringlar. Mana ko'ringlar. Mana Sharq Turkiston surgun hukumatninki Belgiya parlament ichida oshqan yig'in ekanmish. Bir chatallik yo'q, 4 qeri bilan o'tiribmi yerda. Bu Sharq Turkiston surgun hukumati deganning ministrim bir qarim bo'lamdi. Bu biyaga chiqib, sen bu duo tilovat qilib bersang, avo Mamtimin ala degani Rabiya Qodirning endi 20 yil kitob ko'tagan. Men asli bilan kirishmay degandim. Endi ras kirishmaslikni qaror qildim. Men o'zimninki to'limi ba'zi ishlarni xato qilganligimni endi his qildim. Men bek tuvan saviyadagi odamlar bilan jang echyaptimanda. Ma qaranglar, manda darajada bo'lmaydi qarindoshlar. Mushuni nomus qilmay to'g'riga chiqadi. Ey, sadigan ketay. Tibetlar qilamdi ishlarni qaranglar. Bu bir chatallik yo'q. Qizil do'p kiygandim ishda o'tiramda nima yerda. Menga beqirab ketdi qizil do'pidan. Oyog'liq qara. Sovetlik 80-yil Pokva oyog'liq saqan nima o'xshaydi? Men o'ylab Olmatoga vatanga. Ma qara, ma. Birisi zaga, birisi Rahmajimdikini to'pidanglik terichi, yana birisi qo'ychi, yana birisi mujoyid taqdi balasidan chiqqan. Shunday qilib xalqaro e'tiborsizlashtiryapti qarindoshlar. Buni so'zlamay bo'lmaydi, so'zlash kerak. Mayli sizlar zerikib kelinglar, mayli mening Ahmadimni ko'ringlar, mayli ko'manglar, men cho'qim so'zlab turishim kerak. Chunki bizning millat shunday ham tavaqqa pologa kelib bir yer kelgandan keyin ham unutib qoladigan millat. Shuning uchun Xitoylam emas, qarindoshlar, Xitoylam emas. Har qanday davlatning kino filmlarini ko'rsanglar, hozirgacha Amerikami shu qanday urush qilib Amerikani tiklagan, Germaniyami shu qanday qilib sanoatini nim qilgan, Hitler afandim qanday chiqqan, Mao Zedong qanday qilib Xitoyni qo'lga olgan, bu hamma narsa bu insonlar unutib qoladi. Shuning uchun ruhni tozalab turadigan narsa bo'lish kerak. Buning uchun boshqalar chiqib tillanib ketishdan,
haqoratlanishdan qo'rqaydi. Shuning uchun chiqadam chiqib so'zlamaydi, men faqat so'zlab qo'ydim. Buningki bizningki hamda bir bog'lanishlik qilib, bir o'tirib nima qilsanglar, andan keyin buning nasi chiqdi. Endi bu e'tiborsizlashtirishninki tövündüm yana bir nuqta bor. U nima desa, jidal chiqarish. Ya'ni bu jidal chiqarish deganimiz qarindoshlar ikkiga bo'lindi. Birisi natijalik jidal, yana birisi natijasiz jidal. Natijalik jidal degan nima bo'lsanglar, mana men chiqib o'zimni maqtaqim emas qarindoshlar. Dilshod Rashidni Xitoyning shpiyoni meni boshlab qildi dedim, tutildi. Bu natijalik jidal. Indigenous people qilyapti dedim, chiqdik. Indigenous people qilyapti, imzo atdik, tashlab qurultayni. Bu natijalik jidal. Onundan keyin ma hukumat mushta 20-30-40 tashkilot nima qilib oldik, yahudlardan pul yeyotdi desak, g'olam chiqib yemedim, u degan isbotni tashildik. Mana bu o'zining qarshisiga o'zini chiqarib turib mat qilish deyildi. Bu natijalik jidal. Onundan keyin da'voning ichida maynachilik va buzuqchilik va rasvochilik va xalqning uyini buzish deydi. Ro'shanninki ovozini qo'ydim, xalq bildi, uning qayerdan qayerga bu natijalik jidal. Endi natijasiz jidal-ku. Natijasiz jidal Ruqiya Turdish xonimni bekor tillash, Tumaris xonimni tillash, bekor xonim qizlarni haqoratlash, andan keyin yog'liq jidali, bayroq ko'tarish, ko'tarmaslik jidali, soqol jidali mushtaq qilib millatni chiritish, ruhni sundirish, odamlarni o'tiribdiki e'tiborsizlashtirish, mayli da'vo bo'lsin, mayli uning ichidagi ish qilayotganlarning, to'g'ri ish qilayotganlarni e'tiborsizlashtirish, uningdan keyingisi jidal chiqilish, charchitish, mashunda. Ya'ni jidal ikkita telefon urayverganmiz, ko'mandiganda bir narsa qilyaptimni. Mashunda jidal mashunda ikki turlik bo'ladi. Mashunda foydali jidal va foydasiz jidal, natijasiz jidal. Natijalik jidal nereden chiqadi? Natijalik jidal o'htichilarning ichidan chiqadi. Masalan, Trumpning partiyasidagilar jidal qiladi, bunda olib ketdi, Amerika cho'kib ketdi deydi. Masalan, Shvetsiyaning o'ng qanotlari chiqadi. O Shvetsiya degan ko'chmanlarning yeri olib ketdi, 80-yildagi klassik Shvetsiya bilan hozir qolmadi. Unda olib ketdi, bunda olib ketdi. Hammasi davlatning manfaati uchun qiladi. Natijasiz jidal-chi desanglar, natijasiz jidal, ya'ni dunyoni kontrol qilayotgan globallarga o'xshash. İnsanlarni qaymoqtirish, charchitish, bir narsaga bog'lab qo'yish, qalaymaqon uya bu yerda qon to'kish degandekda. Mishundaq. Shuningga qarindoshlar, bizningki bu narsalarni men endi bir qo'r so'zlab o'tmasam qat'iy bo'lmaydi, chunki hammalar qarindosh chiqib buni to'g'risida so'zlamaydi. Menga bu narsani men o'zim jiq o'tirib, o'ylab, izlanib, undan keyin borgan davlatlarimda nurg'un qarindoshlar bilan suhbatlashish orqali bu narsalarga endi nima qildik? Masalan, e'tiborsizlashtirish. Men 2019dan boshlab men Shvetsiyaninki hukumatninki bexatarlik organlari bilan aloqaga chiqishga boshlagan. Mayli qaysi temada bo'lsin, u yerda ochiq gapni qilmayman. Keyin andan keyin mana Zumrat Tursun menga Mirzatninki aksiyami shu deb yolg'on materiallar bilan bexatarlik idorasiga kirgizdi. Undan keyin soliqlarni ko'ptirib, soliqlarning bir narsalarni qilib, voy mush surgun hukumat unda qilyotdi, voy surgun hukumat bunda qilyotdi deb kirgizdi. Ashagida bo'lmasa men ishga kelgan chaqda o'zi qizi bilan ko'rdi. Voy fuqam shvitsimiz yaxshi ekan-ku, rost hukumat amaldorlari aloqaga chiqa oladigan-ku, bizni qilib beraylik deb uni ketgandan keyin ham ashta qildi, necha qitim akirdi. Men keyin u narsani tekshirsam, u Mirzatning aksi emasga, undan keyin u kirgizgan narsalarninki hech qaysisi kuchli materiallar emas ekanda. Demak, men 2019dan boshlab kirgan vaqtimdan boshlab endi gapni qilsam, ular bilan ishim bo'lsa kiramanda, ekonomikaga chaqmay aninkini nima qilmayman. Undan keyin Shvetsiya soqchi doiralariga To'g'li Hamid mening jiyanim deb Shvetsiyaga Yarmamat Abdukarim, ya'ni Yari Sarangni o'zining o'chini ilish uchun meni vosita qilib turib, chiqish soqchi organlarga meni hukumatning oldida obrazimni tushirish, xunuklashtirish. Buni planliq bo'layotgan narsalarda, undan keyin Uyg'ur xalqining ichidan bir tuzuq g'ururli qadamdan chiqmayotganini ko'rib, chiqib hayajon bilan oblim ettirsiz, seni sotga beraman, xalqaroliq sotga beraman. Rabia Qadir deganni maqtab, yig'lab o'zining videosi bor.
bir qo'lni ko'tarib Amerikaga berib, Vali Qurbonlar bilan rasm tushib, o'zini ko'tarib butun odam degan ila uchirgan yetkizdi. Voy Zumrat xonim deb, voy Zumrat xon deb hamma odamni yig'ib, anadagi munofiqlar qurultayidagi sesiydig'ini bilib, butun odamni ya g'inqilamaydigan qilib, butun odamni hamda qarindoshlar bunda bir masala bor-ku. Bir inson bilan telefon paranglashgandan keyin ma'vo qo'ltiqninki bir gumpisi bor-ku. Bunda deb oldim. Siz qanday qaraysiz ki biz shu mush to'g'risida bir so'rab boqamsiz, bir ovoz deb avat ketma deb haqlarni shunda ilindirib, ayliq bichar oq ko'ngil odamlar ayliq ichiga patmagan, o'zi bir ish qilmagan, qilaydiz qilmagan, oldiga chiqmaganlar voy xonim men sizga yetkazib beray desa, shularning ovozlarini bilib, shular orqali birisiga birsini soldirib, birisiga birsini urush qilib, ashu mening vaqtimda degan, ashu mening atrofimda ashu nijot yomon qilib boqmoqchi bo'ldi, yana birisi yomon qilib boqmoqchi. Men nimda bunday qildi? Deb asli hozir bunda shu vaqtdagi planni bunda o'ylab boqsam, bu atrofdagi odamlarni yolg'iz qoldirib qo'yib, atrofidagi bitaldim buni da yetlab yengishganda majbur qilish. Shuningga yanada turib xato bo'lsa-mi qo'llash, to'g'ri bo'lsa-mi qo'llash, bu naytda bir pishqan, bu o'qitgan bir odamning qiladigan ishi. Bu normal bir insonningki, xalqning da'diga yetib chiqqan bir inson degan odamningki, bir odamning dadisining o'ligining rasman peqratmaydi, uni Xitoymi qilmaydi, Xitoydan bekerak. Yana birsiga xalqningki, ota-onalarga, teshida da'vo qilayotganlarninkiga, vatanning ichidagilarga Xitoy turmuning ichida zolimlik qilyapsa, bular teshida Xitoyning bo'lgisi sarmay sugagandek har xil to'g'ri jumlalarni qilib, boshында xalqni qo'rqitish, yurkitish, ovoz qilib tahdid silish, cho'qinishni qo'llaysa, o'zining degan gapi bor. Solihni yahudlardan pulabdi deb beqishaqini ko'radigan kuning bor. Men tishlab olay, qo'yib bermayman deb o'zining ishtiqini e'tirof qilgan yerlar. Albatta, shunda xalqni qo'rqitish, mushunga majbur qoldirish, akilish, davoni birlikka keltirmaslik, animi Xitoy deyish, manimi Xitoyning unda chiq vaqti yo'q. Xitoy nayt xotirjam Uyg'ur bir-birini yeb tugab ketib bordi. Men shu ashda yeb tugilib ketmasin, qilib baqqanlar qilib baqsin deb burunqidek hozir unda bek tillab, uni buni qilib qilmayman. Chunki qo'yib berdim, chunki ko'rdik. Bu xalqning saviyasining qayerga bildik, ishning tigi yetdik, cho'nqurlikqa yetdik. Shuningga budaq plan yaxshi bir holda xalqaro sahnaga boshqalar chiqish. Chunki prezident Trumpmi tuyuqsizlam sodiqvatgan odam Amerikaning siyosiy ma'lum keyingi bir kuchlar Amerikaning siyosiy qatlamining ichiga kirganki, davlatning naqadar chirib ketganligini bilgan ekan, hatto 2 yil impeach qilib odamni ishga xizmat etdi. Andan keyin men xalqni qo'lga ilishim kerakka deb keyingi 2 yilda savdo urushida purchaqni Xitoyga besim qilib, dehqonlarning ko'nglini tutib, biletni almashtirishdan chiroyli tushib, to'xtamay 5 yilda har bir shtatni shtat berib, xalqning ro'yini o'yg'atdi. Ruh degan mushtaq u narsa. Andan keyin Amerika saylan bo'lganda butun 20 yil Virginiyani demokratlar qoplagan chog'da qizil. Butun yani Cumhuriyetçiler Partisi qilib, bugungilikda prezident Trump efendim tutib, dunyoning siyosiy sahnesida ajoyib g'albilik o'ynayotdi. Haqiqatan qisqagina mush 2 yilning ichida 15 trilliondan 18 trilliongacha Amerika dollarini Amerika chet eldan yig'ib, Amerikaning ishki ishlab chiqarishi, Amerikaning fabrikalarining jonlanishi, texnik shirkatlarning jonlanishi uchun qattiq. Mana bu vatanparvarlik, mana bu xalqning ro'yini uyg'otib ish qilish. Shuning uchun men bu ruh degan narsani ikki qismga so'zlashim qarindoshlar. Bu mushta muhim narsa. Shuningga aniqi xalqningki qallisida ba'zi bir narsalar hukmlar bo'lib qolsin, hech kim yo'qolib ketgani yo'q, ya'ni yo'qolib ketmaydi. Zaten shu ishni qilgan avlodlarning ballarninki avirlari, navirlari o aniqi ish yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Shuningga xalq o'rta yo'lda turish kerak. Hargiz bundan bir ko'k bayroqni chiqarib qo'yish, o deb bizning 30-40 yil ko'k bayroqni beshimizda ko'zimizga latqab ko'zimizga mushunday ko'k bayroqni paqirtib qo'yib turib bizni setib yedi qarindoshlar. Shu bir yerdan ko'k bayroq lapildab qolsa, uning uchun bek hayajonlanib, uni bek qo'llab emas, ishning moyitiga tegiga yetishimiz kerak qarindoshlar. Bu birinchi bu temada ruh to'g'risida so'zlanadigan tema. Ikkinchisi
Suriyadagi qarindoshlarimizniki. Ya'ni bu endi qarindoshlar Bashar Asad hukumati o'rildi. O'rilgandan keyin yengisi chiqdi. Yengisi endi Xitoy bilan emas, butun dunyo bilan diplomatlar bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin Xitoylar nima deydi? Borgandan keyin birinchi bo'lib albatta ashadagi qo'ral tutayotgan askarlar bilan ashlar bilan bilishdi. U shu bizningki milliy armiyaningki ro'yini o'ziga mujassamlagan qarindoshlarimiz. Xitoy vaqagandan, Tug'liq Hamidning kakirishidan, o yana birisininki mustaqillik deb o yayma yeyishidan yana birisi emas, mashinadan qo'rqaydi. Mavzuning bir gapi bor-ku, miltiqdan hokimiyat chiqadi deb. Shuning uchun Xitoyning birinchi ojuqtirmoqchig'ini shu askarlarimiz. Albatta uni so'raydi, balki uni so'ragan bo'lishi mumkin. Keyindan qo'pib uni Fransiyaningki bir necha xabar agentligida, Turkiyanikida so'zlabdi. Uningga darhollam chiqib Suriyaninki tashqi ishlar ministrligi bizda unday narsa yo'q deb javob qaytiribdi. Bu siyosat degan mushundaq o'ynaldi qarindoshlar. Asad hozir Suriya yangi hukumati Xitoyga darhol qaytirib beramiz yoki qaytirib bermaymiz delanmaydi. Ashunda o'zining ichki istixbarotlari orqali chet el kuchlariga yo'llab berdi. Masalan, Fransiyaninki, Turkiyaninki, bo'pmi Fransiyaninki, Afrikadagi, mushu Sharq Janubiy Osiyodagi manfaatlarga ig'ir ziyon solgan Xitoy. Fransiyaning ko'ngilda o'zining tikayotgan narsasi bor. Keyindan Qozog'istonning prezidentlarini, O'zbekistonning prezidentlarini chaqirishi, u yerga bek aldirab ketishniki uning sababi bor qarindoshlar. Biz xalqaro siyosatga doir narsalarni ko'rsak, eng bo'lmaydi degan chog'da shu o'zbeklarning o'zining kanallari va so'zlayotgan, turklarning va shunikini ko'rsakmi, shuningga u arablarmi u davlatni qurayotgan, uni qila olgan deb ularni o'tamiz. Xitoyga yo'q delan, bevosita yo'q delanmagachga ma'lum bir uchurlarni ashta agentlar bilan paranglashib, ular yoyidi, uningki xalqaro bu bir bom xabar deydi, bu portlash xabar bo'ldi. Undan keyin voy Asad hozir Suriyaninki prezidenti Xitoyga telefon qilib, bu qara bu xabarlar chiqibdi, hech kimizning o'tirishlik ishlar bu endi hozircha bo'lmaydi, sen mablag'ingni sep turaver deb, onun mablag'ini akiladi, zixmi ko'ymaydi, kavobni ko'ymaydi. Buni shunda usul etmayish uchun shunda qilish. Buni endi mana 60 pensiyaninki tilidimi zaten shularni bir qachon bir falokat bo'lsa, qachon bir shularni bir Xitoy akita deb nafsi taqildab ketadi. Chunki vatan mustaqillikka ro'yobga chiqib qolsa, Sharbanda 60 pensiyaning munofiqlarninki butun sesiqchilik chiqadi. Shuning uchun bular chin dili bilan, tili bilan oyligi Sharq Turkistonning ham Qarakontga tep rasm bilan choplab qo'ydim. Shuningga undan keyindan bu xabar o'taldi, undan keyin muajirat ham qildi. Ammo maqsad shu qo'rqitish, xalqni urkitish, qochirish, munofiqlar qurultaydigan bir ish bor. U Yaponiyaliklarga muddatga voy siz Tug'liq Hamidni qo'llamang, va qo'llab ketbarsiz, sotqi beramiz, unda qilamiz, bunda qilamiz. Qarindoshlar bir insonni sotqi berish uchun avval soqchi boradi, soqchi dido turg'izdi, bu turg'izdigan dido to'g'ri tushamdi, tushmamdi. Bu bekodi bunda qilib bijadamni bunda sotqi mana so'ng sotni hech kelmaydi qarindoshlar. Bizning beshimizdan Xitoy konsuli o'tdi, shu sotqi olib chiqma deb, sot bosqichiga akab qo'llanmaydi, meni sadagan ketay. Hamma narsalarni ham soqchi bilan o'tirimizdagi narsalar bor. Unda narsalarni advokatlar yeyishgan, unda narsalarni chiqarib aytgan olmaydi qarindoshlar. Bu sotqi beramiz, bu qilamiz, quruq gap bu. Qonunliq ishni qilish uchun qonunsiz ishni o'zi qilmaslik kerak. Men ayni vaqtida qo'ltiq Qarakont ichon u bo'lgancha men ochmayman degan. Hozirgacha ochmayman men dedim. Chunki men nima qilayotgan ishim murakkab ish. Telefonimni ko'chirsa, kompyuterimni ko'chirsa, pakiz chiqish kerak meningki. Shuning uchun bu o'zi qonunliq ishni qilayotgan bo'lsa, to'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, berma desa, haqqini soqchiga boradi, keladi, bu ikki davlatning o'tirishligiga, osh davlatning ichida o'sin, nimaga berding, nima qilding deydi. Shuningga qarindoshlar, bumi shu shunday qilib millatni charchitish, qaymoqtirish, qo'rqitish, yurkitish, bizningki Sharq Turkiston istiqlol ko'rishiningki yinaga yaqin keltirmaslik. Bo'lsa, hammasi o'zining tug'ini ko'tarib olgan, lapillatib bayroqni ashun qiladi, hayajonni qiladi, o'ynaydi, pul degan kelyapti deb beray qarindoshlar. Dunyodagi eng oson kiradigan, eng oson pul topadigan, eng rohat ish qiladigan ish Sharq Turkiston istiqlol ko'rishini setish.
Men agar kimda hozirning o'zida tashkilot qurma, umumiy qilmasa mening agashguvchilarim bor, menga ishondiganlar. Menga ishondiganlar bor, meni qo'llaydiganlar bor, menga pul beradiganlar bor. Men muxbirlarim bor qo'limda, meniki men Yevropa ishchidiki texi cho'ng ministerlarning endi turadigan muxbirlargacha, davlat organlarigacha ana nijat turgan biladi-ku. Shvetsiyaning byurokratlari bilan 2019-2020 ko'rishganimni. Nijat akash kirib birga o'tirib tarjimonlik qilib, tarjimonlik emas, kirib isbot bo'lish ekan. Ocha olmayman eshikni menmi, ichib kirishni bilmayman, nerdan pul olishni bilmayman. Bu pul qarindoshlar rivoj topqizmaydi. Bu Yahudining puli degan, bu Falastindagi bu musulmon qarindoshlar demasak bo'pti, musulmonlarchilikni demayli bo'pti. Bir insonlarning qiyniga kelayotgan, bomba tushayotgan, bir qonning badali kelayotgan pul bilan shen sarqituvchidan istiqlol turmushni nimasini davosini qilmaydigan qandoq da'vo bu? Bir harom kelayotgan, mehnat kelayotgan bir pul bilan sen bizning pokiz erkek qirg'inchilik uchrayotgan qarindoshlarimizni qutqizmaydigan qandoq gap bu? Xuddi bir oqtamarkani setib turib, ya bo'lmasa o'g'irlik qilib turib, bolasini, onasini boqqandan barobar bu. Bu mehnat kuchlarining pullarini ilish, bu mehnat guruh kim u? Uning keyindagi Xitoy bilan bo'layotgan vaj o yerning savdosini bilsa meni. Bütün mehnatchilikni bilsa, bilib turib, hem sen pipitma qo'sh, shuni vicdanın chidaydi sening yeyishga, o qonni, ballarni so'yib etishga, o odamlarning o'lishiga, bu istiqlol ko'rishning tog'da, bag'da, chegirning bo'yidan Yevropa, Kanada atlab ketib biz qishmadan o'tirishamay qoldim. Qara, ma 80-yillar yeng chegarachilagan chaqda, ma G'o'ljida bir turkum odamlar mingizchilik qilgan, bir turkum odamlar terchilik qilgan. Rahim hajimdan so'rasang deb beradi. Rahim hajim bor-ku Amerikadagi terichilarninki. Ashumu nima? Savdogar bo'lgan, O'rta tug'an, pul topgan, oxirsida oynamay kelib Amerikada jon beqib, taksi haydab, bolasi oq chekilgan bo'lib, Misrlarda o'qib vayrona yurdi. Rivoj topmadi. Chunki nima desa, u teri degan, u kala deganning terisi deganni, kala deganni so'yib turib, terisini julib ep turib, terichilik qilgan, bug'ning mingizini kesib olgan, mingizchilik qilganlarning birsi ro'naq topmadi. Nimishki, o hayvonot bo'lsa, o qonning ichiga kirdi. O sen biz musulmon deydigan odamning qiladigan tijarati emas. Bu albatta bu Sharqiy Turkiston istiqlol, mustaqillik ko'rishi degan bu Yahudining pulini, Enedining pulini oladigan emas. Bu Enedi degan qanday tashkilot, qanchalik mehnat, qanchalik bir shaytonlarningki guruhi bu. Shu yerdan kelayotgan iqtisodni ilib, qanchalik rivojlanib ketasa, qanchalik bu mustaqillik davorimizga foydasi olib bo'ldimi qarindoshlar? Haqiqat ochiq, unutib qolmaylik, haqiqat ochiq. Yurak vas jilnidaksan juda. Lekin hech kim anglashni xohlamaydi. Men bilaman, bu ishning tagiga yetdim, ko'rdim, hatto Sayfullohning bu Xitoy tijarati bor, tijorat qilsin, millioner olamda, milliarder Allah barkat atak, bo'z butun O'rta Osiyoni qo'liga olsin, ammo aralashmasin. Nima bu O'rta Osiyodan bu kelib bu mustaqillik davosini mushib tashkilotlar birlashishini naq buzib o'tirganning oldida ko'rishib, nima? Bir Xitoy bilan tijorat qilayotgan 100 million dollarni, 100 million Xitoy pulini kirgizib, ochdi futbol komandasi salisa adash miyada, Sharqiy Turkiston ulusal komandasi desa, miyada bir Uyg'urni akamaysa bu kurashning ichiga bir Uyg'urga qilolmaysa, lekin mana men qila olmayman. Men o'sha Ilshod Islomlarga hadlarimizga telefon qilib, Londondagi akalarimizga telefon qilib, Amerikadagi akalarimizga telefon qilib, butun hammasiga telefon qilib, men iqtisodni to'liq yig'ishga yordam berarmisanmi? Men bu Shvetsiyadan masjid kirib, hadlarimizga telefon qilib qildim. Bu degan Aviyaga futbol maydoniga butun munofiq oramdi, u nimasi bo'lsa, ashada bir ruh shig'ildi. Ko'rib, asli davlatimiz bo'lsa, Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'tarib turib, bir bundaq bu ulusal degan manda bo'lar ekan deb, burun qilganlarga o'ginib bo'lsa-mu, qo'ngini qisidigan yerda qisishni o'ginidi. Burun Tug'luq Hamid chiqib og'zini buzib, hammasini qo'shib, to'shib, bo'shga tiqib, ishtirib, niqtab, opirib, to'shib, bo'shga tiqib etgandim. Hozir aralashmagandim. O'tgan G'ulom Osmon chiqirib qo'yibdi. Qashqarning o'daldagi Omashxonasi bo'ldi deb. Omashxonasi bo'ladi, bo'lmamsa,
Özəngnin müstəqillikni xalaymaydigan adamlarınla işə uğrashib kirsang, özəngning adamlarıyla özəngga jang açsang, düşman paydalanmay qanday qo'ydi? Shu ichidan parchalandi shu. Shu narsani 3 yil tirishib, 3 yil ota-onamizni dasmiy qilib berib, hojimizni dasmiy qilib berib, o'zimizning yoshlik bahorini dasmiy qilib berib, kim undan oldiga chiqib, sening uchun seni maqtamadimmi men o chaqda, Sayfullohni maqtamadimmi, sürgün hukumat maqtamadimmi? Bütün hammasi uchun kurash qildim-ku. Oxirida quvvatga ishingni yog'alog'ashqa qarshingga chiqdim. Men oxotunda yemayman. Meni pul bilan setib ololmaysa, pul bilan setib ol. Mening pulimcha o'zimga nayt yetarli. Mundaqmi emas, mundaroq o'tirdi. Yaxshi, Xudoga shukr. Har holda osh qomadim, kunim ketyotidi. Turadigan joyim bor, bo'ldi. Teshamonlik bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa bo'ldi. Akam qarg'ayvagu qara boshqa hech nima demasimi, telefonni o'chirib bitib kuniga 8 soat muqim uxlay oladi. Chunki vijdoni rahat. Yostiqqa boshni qo'ygan chaqda rahat uxlaydi. Sen uxlay olamsa, to'lg'inisa kechalari asab nadomatdan, o'zingning tarix sahnasida tog'dikini buzib o'tgan, mayadikini buzib o'tgan, bog'dikini buzib o'tgan qon kirgan uxlatmaydi. Sözleşim kerak. Sözleymem. O ilaqi çümönlerini salamsa, iştlerini, pitlerini silip, apam dadamның, adamның, kimning rasmini chaplab, 24 saat tillab oyna. Yetişmegen yerik men deyip Allah'a xo berip koyunlar. O iki tallam adam bilen mazlaşmay. Men deyip koya aşlaga xo berip koyunlar, taqitip beringlar, yardamlashib beringlar. Sen undaq narsalarning bilan meni vürkütüp, qo'rqitib kirgizitma deganing uxlablam tusham. Men kirketken bo'lsam, beshidlam kirketatdim. Men sendan qo'rqqan bo'lsam, yana birisiga ovozimni berib, yana birisiga yem qilib, quyrug'imni tutqizib qo'ygan bo'lsam, shuni qilgan yerim shu. Bu qarindoshlar, bu menda o'ylanglar, sizlarchi birisidan foydalanishni, menda birisi bilan munosabat qilgan chaqda foydalanma emas, insonparvarlik bilan munosabat qilinglar. Mana bu otish munofiqlari, mana otish heja qizlari, mana o'ylaqa bansi cho'qiragan. Bu bansi desang nimaga ekan deb qamanglar qarindoshlar. Bular o'zlari biladi otish ancha berib, Balasini chiqqichi nima paranglashdi, hukumatni qurib qo'yib otish qilgan chaqda nimani deyishdi. Shunga biz otish bansi deymiz. Buni tegi yetamigan bo'lsanglar, men ochiqlim beray bo'ldi bunikini. Avo jurigi jongnan xay banglagan sayfidan turib otishninki tarbiyalagan kitob yozar munofiqni nimani qildi. Bu hammani tegini ko'rsanglar chiqdi qarindoshlar. Bu yezib qo'ydik-a tegiga. Bu Salihning shirkatimikan, undaq qilganmikan, undaq bog'lanishdi ba Bakram Sintoshnikini so'rab akirdik-ku. Seyit Taranchinikini xuljida islar chiqib o'tdi, bijnimlar chiqib o'tgan sening islar emas. O futbolning ovozi chiqadi, uradigan. Sen nima deysanmi buningga? Ama muşunun numus kılışmamışta oturuştamaya bu kanunda gap ya bu kayar bunun bu bıçaklaştırış ko bir davanı ya halkaralık cinayetler soğutu da ekel diyen yerine ekemeyiz ya milletini buzisi işini bu kanda buludu bu doğru emez bu işlerin emmesi bu naiti siyasi bunu okugan kaynağındaki bir akıl amri sana bivastı bir yerden toğırlap bir vatka işler olmasa sen kalvalarının bununla kallan yetişmeydi. Nima bu? Sınıfın üstü tutan. Öyle biz 19. başlangıçta okuvatqa vaqtında 4-5 sınıflarım okuvatqa vaqtında bir ilk Şinjan'da şunu atanmış Sifanda şunu bitegen bir muallimlar kelgan. Muallimlar kelip maktablarda praktik qilib qilib qalamasa bizga dattada to'g'liq hukam bu qishda men matematik kurs ochmoqchi edim. Og'aylaringdan 4-5 ni qilsang 50 so'm to'laysan 45 so'm qilib berma datdi. Her defa bir sınıftaki bir 4 ballarını onu bunu jıgattık. Oynaydıgan kulak kesti. Şu malum bir küçük 19. başlangıçta bir eski tamlar çıkıp ketdi. Bir küçük bir öğneyi bilip aşağıda matematikten ders ötüp her tatil kelgan çağda cinni baqatdı. Ya ulaşnaçık mı seviyeran yok koyay. Bu ne qılaşı bir sınıfga jıgıp algan bir kursdiki bir nima bu qandaq gap ya bu ne gapirib yetib barsan sen? Munofiqlar qurultaydikilarning herhalde bir parlamentdan chiqib turgan, jalab bo'lsa prezident bilan ko'rishgan, bir Amerikaning konsullari birlim qilgan narsa. Ya bu sanqaqninki vayroni bu. Ashanda qarindoshlar. Desak dat bo'ladi, demasak gap bo'ladi. Deb buni deyish kerak. Aningdan keyin qarindoshlar, ikkinchi nuqta, Yaponiyadagi o'zgarish. Yaponiyadami bu bizningki bir Uyg'ur
qizimiz chiqdi, Arfiya qiz. Bir azroq tushuncha berib ketay, qarindoshlar. Atiga yana boshqa solg'imi bir hujumlar olib ketsin. Bu Arfiya qiz qarindoshlar Yaponiya hukumati tanlab olgan Yaponiyaning odami. Herkes bir yerda Uyg'urchilar o'ylamanglar, bu bizningki, bizning Sharq Turkiston uchun ish qildi deb. Albatta, bizning Sharq Turkiston uchun ish qilmagan bilan bir Uyg'ur qizininki shu Yaponiya parlamentida turishi, bu Xitoyninki yuragiga ney sanjigandek ish. Bunda qarindoshlarimizni albatta qo'llaymiz. Endi men bu yer nima demoqchi desanglar qarindoshlar. Bu yaqinda Yaponiya bilan bu nimaninki Xitoyning ishi toza qaynab ketdi-ku. Bu qaynab ketishning birdan bir sababi qarindoshlar. Yaponiya shu kelgusida oldimizgi 10 yilda 15 yilda birisi O'rta Osiyoda, birisi Donayada, ya'ni Sharq Janubiy Osiyo bilan O'rta Osiyoda Xitoyning qaynaydi. To'pida Mongoliyada qaynaydi. Xitoyninki C shakllik emas, O shakllikcha chip bo'ldi bu. Shuning uchun Yaponiya ma Uyg'ur qizini shartli qitlamaya tayinlab chiqarib, Xitoyning yurigiga birni zid yurigiga moshdan birini qo'ydimi? Moshdan quriblam, anadagi Takaychi Sachi xonim anadagi darhol Uyg'ur masalasidan, Hong Kong masalalarini, Tayvan masalasini tashlablam, keyindan Tayvanga Xitoy qilsa qurolliq aralashimiz dedi. Yaponiya dot emas. Yaponiya bika o'ziga bashag'riq tepish uchun demadi. Yaponiya Xitoyni jo'litish uchun. Xitoy nima dedi? Xitoy biz Yaponiyaga hujum qilamiz, tarixiy qisosimiz bor, shuni olamiz dedi. Endi Yaponiya qanday qildi? Yaponiya o'zininki asosiy qonunlarga, xalqaro qonunlardan Amerika yurgizib qo'ygan embargolarni ib tashlaydi. Menga tahdid kelyapti. Men o'zimni qo'g'dimasam bo'lmaydi deb ig'ir sanoatni taraqqiy qilgan Yaponiya darhol hozir Mitsubishi shirkatlari qurol yarog, avtomat, butun ig'ir shu harbiy sanoatga tushib bo'ldi Yaponiyaniki. Bu deganlik Yaponiya bilan bugun urushmaydi. Mana aql, siyosat degan aql degan gap. Aning iskanjidan chiqish uchun ani oldiga dasmiy qilib tashlayotdi. Tayvanninki uchun Xitoyniki Xitoy qanday qilib Xitoy bilmamda. Xitoy biladi. Xitoymi ichidagi ishsizlik, muqimsizlikni, diqqatni aning burash uchun o Yaponiya u bu deb nim qilyotdi. Yaponmi o'zininki asosiy qonunlaridagi qurol cheklama, harbiy cheklama deganlarni asta-asta bo'shdi. Endi o'zininki burunqi 2 dunyo urushidagi Yaponiya oldiga keladi, majbur qildi buningga. O'rta Osiyoni majbur qildi. Bizninki bu O'rta Osiyo turk davlatlarining Xitoylar bilan tarixiy, men dedim, tarixiy dushmanligimiz bor. Buni endi Nuriddin Qirinchimiz so'zlasa, men buni taz yaxshi quloq mollasi anglagan narsamni so'zlasam bo'lmaydi. Nuriddin Qirinchimiz yaxshi so'zlaydi. Shu Sadichin Sepilnimi shu biz turklar ashagcha olib o'tgan. Xitoyninki hargiz bir dushmani yana bir narsa Urus, Amerika olib ketishini atayin. Agar bugun Saudiyada kelishalsa, bo'ldi Xitoy men yasimchilikni qilaman, sen bilan aytishmayman deb Amerikaning putiga so'ysa, Amerikadagi Xitoyparast pul topquvchilar balkim Xitoy yo'l berish mumkin. Lekin O'rta Osiyodagi qaziga bo'lgan davlat, qaziga bo'g'ilgan davlatlarningki qutulishining birdan bir yo'li Xitoyni o'rib etish. Xitoyni mashi davlatlar o'ridi. Mushlar jidal qiladi. Yaponiya, Amerikaning bo'yin turg'idan chiqish uchun Koreya, Filippin, Tayland bu qaynaydi kelgusida. Balki uningdan keyin Amerikami ustalda tayyor bo'layotgan bir parcha tortdan quruq qolmaslik uchun keladi. Bu siyosat degan bunday narsa, shunda o'ynalgan narsa qilinsa, buningga iliqi o Yaponiya atgulni Xitoy bunda qilgan bunda qilmay, ya bu ko'rishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak, tadqiq qilishimiz, biz ham cho'shqalakli yashmasligimiz kerak, qarindoshlar. Bu manda ekanda deb biz o'ynashni bilishimiz kerak, aql o'yinini. Ayliqi soliqni mayliqi o'ynayotdim qoldim qaytam. Bular billa desam xalq ishonmaganti. Voy, men Taylandga qarindoshlarni Dillar Musabaylar hal qilib bo'ldi desam, Dillar Musabayni tillagan bilan, To'marizni tillagan bilan uning qo'lidan ish kelganini biladi. Shuning bilan Hidoyatullohdan tortib, Ro'sha Abbosdan tortib, Saloqdan tortib hammasi Taylandliklarni biz hal qildik deb, biz hal qildik deb ketib qolgan ekan, o'chagizvatdi, meni chiqarib o'tgan narsani. Shuning bilan hammasiga rasm tortib, mana bular Junxo millatlari deb chaptab chiqarib qo'ydim. Chunki rol ashadiylanayotdi. Eng oxirisi berib Abbos ailasi taqshidi. U atishninki u Yamanda qanday bo'lmasin, O'roshan abrisini qizil siziqi meningki, sen degan mening opamning o'quvchisi tagma. Men bu to'g'liqni men qilmadim. Ikkimiz bir. Bilib bilmay sana tek ketib qoldim. Men qilmadim. Uni nijat akka söylan, Germaniyaga xonim berdi deb oq bayroqni chiqardi, qo'qib ketdi. Singlimga balo qiz ekanmisin. To'xtabdi, ikkimiz bir.
Ben mas'ul gün hükümetke bütün qo'ylarni so'lab berdim, xalqning bütün, ben Norvegiyaning qonuniga xiloflik bo'lsinmi, men qizim universitetda o'qiyotgan bo'lsinmi, ben buni qilib berdim, men sen bilan bir to'shikdan chiqaman. Sen degan mening opamning o'quvchisi, sen mening qizil sizig'im deb qildi. Ayni vaqtida Salihning dadasi degan voy yahudlarning tigidan chiqqan jalab, anda yatgan jalab, manda yatgan jalab degan odam o'rilib lan jimmida tildimas bo'lib oldi. Zumarat Tursunninki, Salih Xudoyorlarniki, Birasninki, Ro'sha Abbosni tillab baqqani ko'ding bütün da'vochilik xotinlarni hammasini tilidi. Bir Ro'shanni tillamadi. Diqqat qilinglarmi qarindoshlar? Bundan diqqat qilinglar. Yag'anlardan saxta akotlarda mundaq qilib qo'ydi. Suvaqlam o'tgan. Har qitim men mushtemini tashlagan vaqtimda 2 kun o'tkazib ham Ro'shanni munda tillagan bo'ldi. Ro'sha Abbosni emas. Uyg'ur tarixida mana angla. Uyg'ur tarixida munofiqlar qurultiyining ichidan Dilshod Rashidni tamg'ilab, tarixning linat etiga qiqib mana to'g'liq hamid. Indigenous qilib parlament oldida 6 oy so'g'di qishdi jidal qilib, mana xalqqa majidalning nimaligini bildirgan to'g'liq hamid. Ot shunning dangliq chalib Ro'sha Abbosdan voy ablekim degan ovoz bilan atish chalipi bilan atish munofiqi Sayfiddinni tarix tamg'imoqlagan bo'lsa, Ro'shanni atish chalipini jalab deb mana men maqtavatdim. Chunki To'g'liq Hamidninki bo'yni hech kimda emas. To'g'liq Hamidning bo'yni qildi bog'lag'liq emas. To'g'liq Hamidning bo'yni vatanni bog'lag'liq. To'g'liq Hamidning bo'yni g'ulji ili diyorni bog'lag'liq. Butun Sharq Turkiston demasammi, ili diyorlar men tarix millatchi danglar, sel radikal tipdagi millatchi. Başqa yanınki qarindoshlar xafa bo'lmanglar. Cho'ng Sharq Turkiston desam po'atgan bo'lib ketaman. To'g'liq Hamidninki bo'yni iliq bog'lag'liq. Vatanga bog'lag'liq. Men deb qo'yay. Shuning uchun tamg'angni urib, hammangninki nomerang bilan hisobingni berib, ma ishni qilgan mana men. Buningga hech kim, buningga tarix ko'z yumamaydi. Chiqib uni deb, meni bir nima deb, iliqqa tillab yiqib, uni qilib, buni qilib, tig'ining bilan o'zimizninki qanchalik ta'sir doiramizning, kuchimizning borlig'ini o'zimiz bilamiz. Xo'sh, ta'sir doira kuch deb qoldik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bizning Yaponiya ziyoratimizning eng muhim programmalaridan biri. Bugun biz Yaponiyaning Tokyoda joylashgan bir musulmon. Buni chiqaribdi, men bu to'sh nimamni qilmay. To'lqin Aysa, men oldin qaytimda ruh deb so'zliginimda xalq ko'ryotdi, xalqningki bir yerlaridan to'xo atlamda qo'ppatdi. Bu bek muhim tema. Menga ta'sir qildi. Ta'sir kuch degan mashdan narsa. G'olam sen 20 yil so'zlab to'lqinni xabar berishga olib oldingmi? Men bir parcha rasmim bilan olib chunki To'g'liq Hamid 2021dan boshlab inqilob qilib, mushu yo'lda jang qilib, bugungi kunlikda ayta ta'sir doirasi qit qilsa, to'lqin yugurib berib, Sharq Turkiston mujohid generallarimiz 2012-2022 borgandim. Po'qing yapsa sen bormadan u yerga. Rabia Qadir, Yasinko'ga bor desa, Yasinko'ga boramoqchi. Yasinko'ga borsan Xitoy ochishga arzugilardan chatirqin jitiydi to'lqin men san deb qo'yay. Nima Aqso'dagi achamninki Mavo ta'sir doira. Mavo ani majbur qildi ashak berishga, xalqning oldida majbur qildi Yaponniki vaqtida. Qistab apadi mashaga. Qanday qildi deb. Haroli beribdi. Ha, beribdi ana. To'lqin Aysa. Ha. Mundaq Xitoy tataylari undidardamda yezib turdi. Vaqtim bo'z paranglashimdiq. Men senga bavjun qilay, men seni xayli qilmayman. Qanday yordam bo'lsa, men senga yordam berma. Men sening masalangni hal qilaman, men sening masalangni hal qilaman deb men dedim. Nipam bilan deb yozib qo'ydim. Yordam emas. Oldidagi bir mo'jin narsalarni avatishni qilayotgan narsamiz Xitoyni biyoram qilganlik uchun shundaq tataylarni avatib baqdi. Manda Stockholmdan sayohatga avatib, Fujinda havyolardan qatqizib qo'ysa, Uyg'urmo bu rasmlarda kelishgansan deb undalar kelar ko'rishaylik, tamoq yeyni ochiqib, qilib, shunda to'zaq tushirma deydi, chiroyli gaplarni yozdi. Shu ta'sir doiramiz bo'g'ashqa qaysin birasini yozamda? Yozmaydi.
Barasınınki açanını çıkırıp beray dedim ha. Meninkini künde davatıdı. Kenşen çorayıllıkninki. Adamninki pasportunu bir damda berme ufkan olan köresen de. Yok. Nima üçün yo'q? 2020 başlab hozirgacha oz kunni ko'rmadim. Ananiki xalq ishindi, mening atrofimdagi meni qo'llagan akalarim, hadilarim, men Yaponiyaga borgandagi farishta sifat onalarimizni, dadlarimizni, meni aydirimga 80 yoshli cho'ng odamlar chiqib qo'ydi o'zi. 80 yoshli cho'ng odamlar chiqib qo'ydi. Men ochchaqda o'zimning qadr qimmatimni topdim. Ochchaqda men bekor qilmabman bu ishlarni. Xalq pulidiki, xalq nima qiladigan dedim. Aşı ishlarni tashlab akalarimiz degan kelib arayol bilan chiqib quchoqlashib, ko'rishib, yig'ilishib, mungdishib qildik. Ne g'uljida degan lo'chak o'tgan akalarimizga o'zi mashin bilan balasini olib borib, men butun salomatlik tashurgizib olay kelgandan keyin degandim. Qon, jigar, ishga a'zolarni hammani bir-bir tashib, pakiz ketay degandim. Hatta ashyalarga o'zir olib borib, butun o'sha oxirgi tashurish natijalarini menga avatib, hatta aşağıdaki doktorlar bilan aşı kelishib pullarni tövallatib berib qildi. Bu nima? Bu xalq qildik. Xalq ashta qaytirib berdik baga vaqtida. Amal yo'q-ku. Biz chin yuragimizdan, qalbimizdan biz xalqni suysak, millatni suysak, biladigan odamlar chiqdi-ku. O chiqdi, o Yaponiyaning ichida hamma odam uxlab qolmabdi. O Germaniyaning hamma odam uxlab qolmabdi. Ya ba'zi bir akalarimizni aka Köreştirdiğin adam bilen köreştirdim Germaniyada. Fukam, otelning konferans rumining qandag'ini assanglar, ichinglar, yoshlar birlashinglar, pulinglarni men beraman, biletinglarni kelishroq shahardan ko'lim-po'limdan keta olasiz, ko'tiraman. Tamoq yeysanglarmi, butun hammaning kivitosini menga beringlar, men sizlarni butun qo'llayman, iqtisodim bilan, butun kuchim bilan degan odamlarni tanishtirib qo'ydim, akeldim, o'tadik, parangiz. Hamma to'rga chiqib dilyar degan ekan, to'g'ri, o chiqib rasm qilsak sen biz onu nima ish qilayotganimizni bilib qolmamsa, sen buzib etmamsa unimi. Kanadada bir buzding, Amerikada bir buzding, buda qism buzmamsa, biz buda aql bilan ish qilamiz. U kadro shakllanyapti, bir yerda ishlar bo'lyapti. Bu sen yo'q, bo'lmayapti, Uyg'ur yo'q oldi bir da'vo bir dilyar musobaqa emas, da'vo kan qilib qolmasa, qildi bir yerdan chiqdi, u chiqmas, boshqasi chiqdi. Cho'qim uning chiqish shartmiti, u chiqqan chaqda shu so'zlagan chaqda nari qilishqandan hamma yo'qab ketdi deganlar. Chiqinglar, qilinglar. Yozsin, demini olsin, bolalarni o'ynatsin, bolalarni tarbiyalasin. 5 yil da'vo qilib, kichik bolasi o'zining dilyarligini kirsida qaraydi. Tonimaydi, uyda emas, yili Yevropaga kelayotgan, yili Uyg'urni kechikilab kompyuter olib bolalar tonisin dadini, ishlasin uni. Uni kirib ketdi hukumatningki. Hukumat ishlaydi hozir. Unda chiqib burunqidek naq maydonlarni qilib, unda ochiq gaplarni qilolmaydi endi. Bu tugdi, uni umidni o'zinglar, o dilyar musobaqa o'zinglar bir guruhni, kadroni shakllantirib, manda bo'ldi ekan, manda qilayli, manda ish, manda desanglar, andan keyin xalq xizmatini tashlab kelishi mumkin bo'lmasa, unutinglar uni. Andan keyin qarindoshlar, mana eng oxirida Dunyo Uyg'ur qurultiyining munofiqlar qurultiyining raisi Turg'un Aloviddin. Mencha qarab bir ishni esimga solib qo'ysam unutib qolmayman degani. Seninki ayni vaqtidagi menga yozgan xating, anandagi menga haqorat qilganing, hamma narsani turibdi. Men sana ko'z tutib qo'yay. Men bir oylik WhatsAppdagi narsani osonlikcha yuvatmayman-ku. Endi xapomada sening ismingni WhatsAppga endi shu vaqtda ko't deb kirgizib qo'yibman ekanman, endi men yerda ko't deb turdi endi. O telefon nomeri seninki degina endi o telefon nomeridan tinib olsang bo'lmaydi-ku, telefondan. Mana Dilshod Rashid Turg'un Aloviddinning nomzodlik iltimosi qabul qildi deganga Dilshod deb yozib qo'yibdi. Sen xo beribdi-ki. Senin saylanishing uchun. Sen o'chaqda munofiq to'li bir talli Dilshodning qo'llashi uchun menga to'li xat, to'li cho'ng dadamni avashotdi, mening cho'ng dadamga yomon telefon qilib, yomon kirishib ketsa, u buvay va mening beshimdan o'tayotgandi desam, qaysi cho'ng dadamni aytibdimi, ho'y, so'yma, bichora deb senda Xitoyga taslim bo'lib, Uyg'urni tillayotgan ahmoqlarga deymiz.
Sen hemmini tillap çıktın. Endi Xitay akam menimi koşup tilla dedim. Tillisan tilla ver. Biz Xitayning tillığına ve tillatkan itlarına perva kılmay yolumuzga mineverimiz. Sen bilen talışışqa vaqtim yok. Şunga senin çeklep koydum. Endi nege kılıp nege çıkıp tillisan tilla. Vay biçare. Dep yezip dikensin. Endi Dilşat Rashid Xitayning jasusi deb tutildi. Men Xitayning adamı chiqdimmi yoki sening nomzodlik ko'rsatgan boshlig'ing chiqdimi? Buning nima deysan? Ha? Ya men seni tillamayman, chunki men o tillaydigan yerda o'tib ketdim. Men hech kimni tillamayman, adam tillamayman, og'zimni buzmayman. Mavo sening qizing, shundaymi? Mavo sening qizing. Sen molla, qizingning ahvoli bu berbat. Bundan keyin o to'ydagi videosini chiqarmay bo'ldi. Turk bilan bo'lib ketgan. Qara, Uyg'urning ishini qilish uchun avval bolalarimizni Uyg'urcha milliycha kiyindirib, o sendime tenib chiqib turdigina uydan. Berbat. Sening holing berbat, To'lqinning holi berbat. Qizilik Afg'onga tegib, Dilshatning qizi Arabga tegib, o berbat. Qo'ltiqning bolalari ayadi vayrona Norvegiyada. Mao Qosimninki mo berbat uninki mo. Mao Sayfullohning qizlari jevlab ko'chaga chiqib ketgan, birisi Norvegiyadan tegib domolab yuriydi. Yana birisi bizning xotin deganning o'g'lini oldin ola qo'sqirib qilib o'chib ketdi. Sog'liqning ahvoli u berbat. Bir tal pravosim yo'q, bir ish qilmaydi, yahudning puliga xizmat chiqib. Oilang berbat. Tushundingmi? Oilang berbat. Harom yesang, haromni tiqsang, ajinda qoladi. Men Xitoyning odami emas. Mana Xitoyning odami. O'zim shu Xitoyning qo'llashi bilan nomzod bo'ldim. Shu Xitoyning shu vaqtida seni ulug'ni saq bo'lgan. Bo'pti qarindoshlar. Ma o'ylaqa vaqt kelib qolgancha bu o'ylaqa siyosiy intiqom deydigan narsani har vaqt olmaymiz shu chiqib. Hatta yilda bir, 2 yilda bir keladi. Shunda bir kelgan chog'da qo'ynimizdan qilishni chiqarib chopamiz shu boshqa yo'q. Şoň turgun alawydan seni men de urup koydum. Endi senin o kızını resmin çaplap, o senin resmi o davrlardan ötüp, hazır başka bir davrga chiqib barmizchu. Aeroplan meni chiqqıcha gürüldep hava bisime chiqish kuchaydi emasmi? Endi kuchayib daq yadimda ko'tarildi. Qo'rqma. O seni tillaydigan, undaq sana qarab qiladigan sendek chüpirende berbatqa og'zimni buzib o'zimni tushamayman pastga. Yana bir qandaq berbat uchun o'zimni tushamayman. Holing xarob, vayron bo'lib ketib qolsa, ilayotgan pullaringning hammasi mehnat pullar. Uchivatgan aeroplanlaringda berayotganlaringning hammasi berbat, bir tinchalik sharq tushgan ko'rishiga bir tinchalik foydasi yo'q. Yolg'on desang, o'tilimga chiqsang, ben sana isbotlab bilan yana ko'rsatib qo'yaman.